Rimliklarga yezilgan xat. Birinchi bob. Elçi bo'lishga chaqirilib, Xudoning xush xabarini taqtishga tanlangan İsa Masihning xizmatkori bo'lgan menki Pavlusdan salom. Bu xush xabarni Xudo al-Misaqda o'z payg'ambarlari orqali muqaddas yozmalarda va'da qilgan edi. Bu xush xabar Xudoning o'z o'g'li, ya'ni Rabbimiz İsa Masih to'g'risidir. Jismoniy jihatdan İsa Masih Davud podshoning avlodidan tug'ilgan. Lekin ruhiy jihatdan uning Xudoning o'g'li ekanligi, uning o'limdan tirildirilishi orqali zo'r qudrat bilan isbotlangan. Xudo İsa Masih orqali menga mehr shafqat ko'rsatib, meni elchilikka tanladi. Shunga men her millet kişilerini Xudoga itoat qilsin deb, ularni İsa Masihga itiqod qilishga chaqiraman. Bu İsa Masihning nomiga shon sharaf keltirish uchundir. İsa Masihga mansub bo'lgan sizlarmi Xudo tarafidan chaqirilganlar qatoridasizlar. Men bu xatni hammanglarga, ya'ni Xudo mehr muhabbat ko'rsatgan ve u muqaddas xalqim deb chaqirgan sizlar Rimliklarga yezivatıman. Xudo otimiz ve Rabbimiz İsa Masih sizlarga mehr shafqat ve amonlik ato qilg'ay. Oldi bilan İsa Masih orqali hammanglar uchun Xudoga shukr etman. Chunki e'tiqodinglar dunyoning hamma yerida sözlenmekte. Men chin qalbim bilan xizmat qilib kelayotgan Xudo mening o'z o'g'li to'g'risida xush xabarni yetkazish yo'lida sizlarni duolarimda doim eslab turayotganligimga guvohdir. Xudoning irodasi bilan sizlarning yeninglarga berishim uchun oxir bir fursatning bo'lishini uningdan tilayman. Chunki sizlarga e'tiqodinglarni mustahkamlashda birer yordam berish uchun sizlar bilan ko'rishni intayin orzu qilaman. Demak, men oranglarda bo'lsam, bir-birimizning e'tiqodidan o'zaro ilhom olalaymiz. Qarindoshlar, shuni bilishinglar kerakki, men yeninglarga berishni ko'p qatim planlagan bo'lsam-mu, lekin bugungacha to'salg'iga uchrab keldim. İsa Masih to'g'risidagi xush xabarni yetkazish yo'lida boshqa Yahudi emaslarning orasida yaxshi natijalarga erishganimdek, sizlarning oranglardimi yaxshi natijalarga erishishni orzu qilib keldim. Chunki men har qanday odamga, mayli u madaniyatlik yoki madaniyatsiz bo'lsin, bilimlik yoki bilimsiz bo'lsin, hammasiga bu xush xabarni yetkazishga qarzdorman. Shuning uchun sizlar Rimliklargami bu xush xabarni yetkazishga tashnoman. Bu xush xabardan nomus qilmayman. Chunki bu xush xabar orqali Xudoning kuch qudrati ayon bo'lib, İsa Masihga e'tiqod qilgan har bir kishi qutqiziladi. Bu xush xabar avval Yahudilarga, keyin Yahudi emaslarga tarqatilgan. Bu xush xabarda Xudoning insonlarni nemiga asosan haqqoniy odam deb jakarlaydiganligi oshkorlangan. Bundaq jakarlash boshdan oxir e'tiqodga asoslangandir. Bu xuddi muqaddas yozmalarda yozilganidek, odam e'tiqod bilan haqqoniy odam deb jakarlanib hayotlikqa erishidi. Xudo arshdan odamlarning barliq gunohkorlik va yomonliklariga qarshi o'z g'azabini bildirdi. Sababi ular adolatsiz ishlari orqali Xudoning haqiqatini bilishni to'siyotdi. Ular xohlagan bo'lsa-da, Xudoni bilalaydi. Chunki Xudo to'g'risidagi ishlar ularning ko'z oldida turibdi. Xudo bularni
ularga ochiq ko'z tutmagan. Dünya yaratılgandan beri Xudoning ko'zga ko'rinmas o'zgachilikleri, ya'ni uning manguluk qudrati va birdan bir Xudo ekanligi o'zi yaratgan mavjudotlar orqali ochiq ko'rsatilmoqda. Shu sababdan insonlar Xudoni bilmaymiz deb bahona ko'rsatilmaydi. Lekin insonlar Xudoni bilsa-mu, uni Xudo deb ulug'lamadi va uningga shukr etmadi. Aksicha, ularning Xudo to'g'risidagi o'y fikrlari bema'ni bo'lib, nodon qalbi qorong'ulikka to'ldi. Gerçi ular o'zlarini aqlli hisoblasa-mu, lekin aqlsiz bo'lib chiqdi. Ular mangu hayot bo'lgan shonu shafqatli Xudoga ibodat qilishning o'rniga odamzodga, qushlarga, to'rt putliq va ya berilg'uchi hayvonlarga o'xshaydigan butlarga cho'qindi. Shu sababdan Xudo ularni qalbidagi shahvoniy havaslarga qo'yib berdi. Buning bilan ular har xil nopokliklarni qildi. Hatto bir-birining tanlarini bulg'ashqa boshladi. Xudo to'g'risidagi haqiqatlarga ishonishning o'rniga yolg'on gaplarga ishonishga boshladi. Yaratquchi Xudoga itoat qilishning o'rniga yaratilgan narsalarga cho'qinib, shularni madhiyaladi. Halbuki butkul mavjudot tarafidan mangu madhinishga loyiq bo'lgani yaratquchimiz Xudodir. Amin. Mana shuning uchun Xudo ularni o'zining pastkash havaslariga qo'yib berdi. Ayollar tabiiy jinsiy munosabatni tabiiy bo'lmagan munosabatga, ya'ni o'xshash jinsliqlar munosabatiga aylantirdi. Xuddi shuningdek, erlarmu ayollar bilan bo'ladigan tabiiy jinsiy munosabatni tashlab, boshqa erlarga shahvoniy havaslar bilan ko'yib pishadigan bo'ldi. Erlar bilan sharmanda jinsiy munosabatlarga kirishdi. Shuning bilan ular o'z tanlarida bu qilmishlarga loyiq jazoni tatdi. Ular Xudoni bilishni rad qilganligi uchun Xudo ularni yomon niyatlarga qo'yib berdi. Buning bilan ular qilmosligi kerak bo'lgan ishlarni qilishga kirishdi. Ularning hayoti har xil razillik, yomonlik, ochko'zlik, o'chmanlik, hasadxo'rlik, qotillik, urushqoqlik, hiylagarlik, suiqasd va ig'vogarchilik bilan to'ldi. Ular tuhmatxo'r, Xudoga nafratlanadigan, zo'ravonlik qiladigan, takabbur, maqtanchoq, har xil askiliklarni o'ylab chiqaradigan, ota-onasining so'zini anglamaydigan, nodon, va'dasida turmaydigan, ko'yimsiz va rayimsiz insonlardir. Ular Xudoning bundoq ishlarni qilganlarni o'limga mahkum qildiganligini bilib tursa-mu, bu askiliklarni o'zlari qilib qolmay, boshqalarning shundoq qilishini qo'llab quvvatlaydi.